Bir dehqon bir tuyoq o'chga va bir tuyoq eshakni shaharga akirib setish uchun mengayotgan ekan. Yo'lda 3 nafar o'g'ri bu dehqonni bayqab qopdi. Birinchi o'g'ri: "Men uning o'chkisini uningga to'ydirmay o'g'irlayman", debdi. Ikkinchi o'g'ri: "Men uning eshigini o'g'irlayman", debdi. Uchinchi o'g'ri: "Sizlarning qilganinglar hech emas. Men u dehqonning kiyimlarini o'g'irlay olayman", debdi. Shunda qilib, birinchi o'g'ri dehqonning o'chkisini rostilla apchillik bilan dehqonga to'ydirmay o'g'irlab ketibdi. Dehqon o'chkisining yo'qligini bayqagandan keyin jiddiylashgunicha izlashga boshlabdi. Bu chog'da ikkinchi o'g'ri kelib, dehqondan so'rabdi: "Aka, nima izlayapsiz?" "Mening o'chkam yo'qolib ketdi", debdi dehqon. "Men abay kelayotganimda bir kishining bir o'chkini yetilab mang'inini ko'rgan edim. U kishi qaramoqqa bir o'g'riga o'xshaydi ekan", debdi o'g'ri dehqonga. Dehqon: "Ukam, undaqda siz mavi eshigimga qarab turing. Men u o'g'rini tutib, o'chkamni qaytarib olay", debdi. O'g'ri xushallik bilan ma'qul bo'pti. Shuning bilan ikkinchi o'g'rimi muvaffaqiyatli holda dehqonning eshigini qo'lga tushiribdi. Bir ozdan keyin dehqon salpayg'inicha qaytib kelibdi. Biroq eshiginingmi yo'qligini ko'rib, ko'ngli to'limi yerim bo'pti. U dardini ichiga yutqunicha uyiga qaytib ketayotganda bir kishining suv bo'yida yig'lab o'ltirganini ko'ribdi. Va u kishidan nima uchun yig'laydiganligini so'rabdi. Yig'layotgan kishi bo'lsa: "Xo'jayinim meni 500 sar oltinni shahardagi akisiga yetkazib berishga buyurgan edi. Biroq men bu ko'l bo'yidan o'tayotganimda ehtiyotsizlikdan oltinlarni bu ko'lga tushirib qo'ydim", debdi. Dehqon u kishiga: "Bu osongo, siz ko'lga tushib oltinlarni suzib elib chiqsangizlar bo'lmadimi?" debdi. U kishi: "Aka, men suv uzolmaydim emasmi? Hey, agar kim shu oltinlarni ko'ldan elib bersa, men uningga 100 sar oltin sovg'at qilatdim", debdi. Bu gapni anglagan dehqon qulig'iga ishonmayli qopdi va u kishiga: "100 sar oltin bersang, bo'ldi, men elib beray", debla suvga o'zini etibdi. Biroq qancha izlabmi oltinlarni topolmabdi. U suvdan beshini chiqarib qarag'udek bo'lsa, o'zining kiyimlari yo'qturg'udek. Heliqi yig'lab o'ltirgan kishimi yo'q. Aslida u kishi dal dehqonning kiyimini o'g'irlamoqchi bo'lgan 3-o'g'ri shu ekan. Do'stim, insonning 3 cho'ng ojizligi bo'lsa: beparvolik, birisiga oson ishinib ketish, 3-si ochko'zlik. Dehqon beparvolik qilib o'chkisidan ayrildi. Ikkinchi o'g'riga osonla ishinib ketganligi uchun eshigidan ayrildi. Ochko'zligidan 100 sar oltinga osonla erishish uchun kiyimlaridan ayrildi. Bugungi mazmunni yoqtirgan bo'lsangiz, ostidagi "Saykan" degan xatni besib qo'ying.